Nigor opamiz keldilar bugun gullarni o'rganish uchun qo'llari bilan yasab ko'rish bo'lmoqchi ekanlar. Keldilar. Qarang, Nigor opa, taassurotlaringiz qanaqa bugun darsdan? Juda yaxshi, juda xursandman. Men bu ishga 2 yildan beri qiziqardim, lekin hech bir aniq o'rganadigan joylarimni topolmay yurdim. Keyin ko'rib qoldim sizni, qiziqib kuzatdim. Yo'q, mana keldim oldingizga, juda yaxshi, juda. Rosa hayajonda o'rgandim. Yoqdi, mana shuncha narsani qildingiz, siz zo'r chiqdi. Rahmat, baraka topinglar. Siz zo'r xursand bo'ldim. Rahmat, ishlaringiz omadini bersin, bardavom bo'lsin. Sohalarni oshib, siz ham kelajakda o'zingiz topib o'rganing. Rahmat, omadingizni bersin o'zingizga ham.